Dersini başlashdan ilgari bu videoni birlikte ko'raylik. Şu videoda çıkan adamlar hazır nerede valla? Yerinin aslında. 100 yıl ilgili emini yaşayan adamlar var o. Balları var. Manda pul tef, manda kamasam bamayı diye şu orzulur var. Emini şu dünyada yaşayan insanlar. Ama bu adamlar hazır nerede? Toprakın aslında. 100 yıl ilgili adamlar hazır bomba diyenge hazır sorun olduğunun hemmisi 100 yıldan yok mu dünyada? Şu hayatta biz bedellerini tülep nurgun neslilerine erişini halayımız şunda o. Ama 100 yıldan biz yok ey insanlar. Ey yigitler 100 yıldan yok biz. Mafkamı yok 100 yıldan mesela. Çünkü bizden en orta hal yaşamız 60-70 oyun ışığı tegişlik bir mesele bu. İnsan tarihinden başlayıp hazırlık alimler, bazı bir ilmi tədqiqatlara asasen oturup koyduğunu hazırlık kadar yer şehirde ölgen adamın sani 108 milyar. 108 milyar insan ölüp ketti, tüyüdü. Yer şehirde bir nes kemildi mi? Bunların hemmisinin bir orzusu bade. Bizim arzuyumuz var. Nurgun neslilerine ilişkimiz kıldı. Nurgun kişilerge heves kılımız. Şunun için capa tatimiz. Lekin 100 yıldan biz nemege erişeyli, kimni yaxşı göreyli, nemi üçün can tikken bolaylı, nemi üçün bedel ögen bolaylı, hemmisi yok. O vakti biz kabirde. İnsan bunu oylayan vaxtıda özünün dünyada nemi üçün yaşavatqanlığını bir oylaş lazım. Bütün huzurunu, bütün xuşallıqımızı, bütün gayemizni izlegen bu dünyanın Allah Taala وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ. Ey insanlar, sizler konuşuvatqa, sizler can tikivatqa, sizler şu menfaatindep kırındaşlar birisi-birisinden üç buluvatqan, çoğun kürvağan bu dünya lehvun ve la'ib. Oyun tamaşadırlar ibaret. Biz çoğun kürvatqan bu dünya Allah'ın neziride paşının kanıtıcılık kımmeti bositti. Allah Teala مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَا deydi. Paşanın kanıtısı için kancılık kımmeti var. Paşanın kanıtını bersem alamızda hiçbir şey. Kımmeti yok. Biz çoğun kürvatqan bu dünya, bu dünyadaki huzur halavetler, biz qoğuluşuvatqan dünyanın Allah'ın nezirinde şu paşanın kanıtıcılık bir kımmeti bositti. Onundan Allah Teala kafirge bir yutum su vermekte deydi. Bundan biz nimini söyleyimiz? Biz bu hayatımızda çoğun kürvatqan bu dünyanın ki Allah'ın qeştiki nerse, ahiret hayatıdaki bizim ebedi yurtumuzdaki nesler qarğa vaxtıda hiç nerse emeslikini söyleyimiz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ. Ey insanlar, bu dünya mana şunda nurgun neslerge cepa tatisler ötep gitidi, ötmüş ayınıdı. Hemmisi bir oyun tamaşa. Neçile şoğunlar Yusufcan? 50-60 yıl geçer. 50-60 yıldan ölüp geçişke dua kılamamız ya. Uzun yaşağın yok mu? Kiraya kirmez, bunda en baskın olsa. Gam besşemez titreş lazım. Dir titreş lazım. Bu hayat bir imtihan o. Hemimizdeki bir ölme yaşamımız var. Kaysanın atanısının arzusu var. Hiç kiminin arzusu yok. Kancak arzusu yok. Çeksiz arzusu yok. Mengü atanımızdan bir yaşamımız var. Mengü ballarımızdan bir yaşamımız var. Lekin aşında yaşalı bulantı bu hayatta. Bu yerde bizim tebiitimiz ile ma hayatın kanuniyetinde bir zıtlık var degen gibi. Bizden mengü yaşamımız var. Lekin hayat hemmisini kisido. Bizden arvetido. Mengü yaşayamayız. Bu nemini bildiriyordu? Bir adamın ussuğallıqını nemini bildiriyordu? Sunun bağlılığını bildiriyordu. Şunun okşaş bir adamın çeksiz hayatqa telpinişi, çeksiz yaşashını arzu qilishi, çeksiz bir hayatının bağlılığını bildiriyordu. Yani bu hayat hakiki hayat muqaddimesi. Şuna ölgen vaqtida nima deb pushaymon qilamiz? Ya laytani qaddamtu li hayati. Biz hayat deb nugan bu dunyodan ketgandan keyin, hayotda emdimiyadi ekan. Ya laytani kashki men bu hayotim uchun ko'proq uzoq to'plagan bo'lsam bo'pti-kan deb buning uchun tunji qitim oxirat hayotini ko'rgan vaqtimizni qanday qilamiz? Pushaymon qilamiz. Dunyoda bizningki nurg'un narsalar bilan azoblanishimiz, qiynalishimiz, bizning orzuyimizga nurg'un narsalarning zid kelishi. Masalan, ota-onamizning orlig'imiz yo'q, lekin orilib ketamiz. Bolalarimizning orlig'imiz yo'q, lekin açık hakikat orilib ketamiz. Bu zıtlıklarning bo'lishi, ey inson, bu dunyo asli sening makaning emas. Shuning orzuyingga mas holda, sening tabiatingga mas holda menga yashaydigan bir hayoting bor deganga aqliy jihatdan sharat qiladi. Bu hayot xuddi kino filmning bir fragmani o'xshaydi balla. Fragmani borkan chuqur bir kino film bor. Shuning o'xshash bu hayotning haqiqiy asli abadiy hayot. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda va innad-daral axirata lahiyal hayavan. Oxirat yurti, ya'ni bizning asli yurtimiz bo'lgan oxirat yurti mengulik qarorgoh. Bizning
mengülük ayrılma yaşaydigan, mengülük erişken nersimizin kulumuzun çıkıp ketmesini yaşaydigan dünya, o ahiret dünyası, ahiret hayatı. Lev kanu ya'lemun. Kaşki bunu insanlar bilse. Bu dünyanın bir vaqtlik imtihan meydanı ekanligi, meyli qanchalik azoplansın, meyli qanchalik narsalarga erishib ketsin, hammasini bir ayıldigan bir ya ekanligini, ebedi onun yurtininki, ebedi hayat yaşaydigan yerininki, ahiret hayat ekanligini kaşki insanlar bilgan bo'lsa. Demek biz modda muqaddasleşken, huzur halavet en gali nişanımız aylangan bugün günümüzde özümüzdeki ebedi ana yurtumuzu unutmasligimiz kerak. Çünkü qarasak bizni ilgirmi nurg'un net 100 milyar insan yaşagan, bizninki mi yaşaydı? Biz bu dünyada ülep ketimiz. Yani biz bu dünyada yaşamayvatimiz, Mevlana degende ötüp ketavatimiz. Bunu asla unutmasligimiz kerak. Eğer biz bunu unutup qalsak, gaflat keçişimiz. Çünkü meyli unutaylı, meyli unutmaylı, ahiret hayatınınki ebedi yurtumuz ekanligini bilip yaşaylı veya ki bilmi yaşaylı, ahiret bardağı yerimiz kabre, ölüm. Müşahedeklerimiz hemimiz okşaş, kaç kılıp boğmaydıgan şekilde kabre girimiz. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, men kabirdim korkunçluk bir yani kömüdüm deydi. Biz kabre kigendin tatip bizdenki ahiret hayatımızdaki tunca kadem başlandı. Çünkü Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam evvelu menazilil ahire. Yani kabre ahiret hayatınınki tunci menzile dedi. Kabre bizden bu dünyada kanda yaşaganlığımız qarab ya cehennemden bir orak buludu ya ki cennet bağçılardan bir bağçı buludu. Biz ilgili dersimizde kabirde kandak surak kıldıganlığımız hakkı toxtalgan. Şundaqla her bir musulmannınki kabrga kirgandan keyin bir siqilishqa, qabrning siqishiga uchraydiganligi haqida so'zliq. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ölümü üçün Allah'ın erişi titrep ketgan Muaz ibn Jabal dafn qilingan vaqtida inson qabri qo'yilgandan keyin bir siqidi. Agar mushu siqishdan bir odam qutuladigan bo'lsa, Muaz ibn Jabal qutuladi dedi. Ondan boshqa bizning bu dunyoda qanday yashaganligimizga qarab bizning qabrdagi ahvolimiz, qabrda biz buldigan in'omlar va azoblar o'xshamaydi. Endi qabr azobidan bizni saqlaydigan ishlar qaysi? Biz bugungi darsimizda asosli mushu nuqtada to'xtalamiz. Birinchidan qabr azobini saqlaydigan ishlar, mushu dunyoda biz o'zimizni mu'min desak, rost mu'min bo'lib yashash. Mu'min deganim degan gap, o'lgandan keyin cheksiz yashaydigan bir hayot bor, shuniga ishinaman degan gap. Jannatning borlig'iga ishinaman degan gap. Do'zaxning borlig'iga ishinaman degan gap. O'ylab boqing. Jannatning borlig'iga ishinaman, do'zaxning borlig'iga ishinaman degan bir odam aqllisi boshqalarningki haqq qolib qolsa, qiyomatda ilib ol demdi. Asla demaydi. Mushu dunyoda hal qilishga tirishadi. Chunki u abadiy hayotda faqat bedanni to'lash va foydani o'ngishib oladigan ish yo'q. Shundaqla abadiy hayotga, oxiratga men rost ishinaman deganda uning uchun bedel to'laydi. Biz hozir oxiratga ishonamiz deymiz, lekin oxiratga mushu dunyoga ishongancha ishonmayapmiz. Rost gapni qilgan chig'imizda. Chunki biz dunyolik uchun aqllisi o'quvchilar desak, masalan, bir imtihonni yuqori nomer olishinglar uchun imtihon mezgillarida o'rninglardan bomdadan burun turib dars takrorlaysizlar. Shunda-ku, bu yaxshi ish. Ammo oxiratga bo'lgan iymonimiz shuningchilik kuchi bo'lmag'achqa bizni bomda namozga vaqtida turg'izolmayapti. Bu yerda bir rost bir hayot bor, o'lgandan keyin oldigan mukofotimiz bor degan bu gapimiz biz rost bo'lgan bo'lsa, bomda namozga jiddiy qaray olamiz. Shundaqla mushu dunyodagi ba'zi narsalarga erishish uchun ta'aqquzgandek u oxirat hayoti uchunmi ta'aqquzimiz bedel to'laymiz. Biz ana shunday haqiqiy mu'min bo'lib yashagan vaqtimizda birinchi bo'lib qabrdagi qabr azobidan saqlana olamiz. Chunki dunyoda qilgan har bir amalimiz, iymonimiz uchun to'lgan har bir bedanimiz, aquzgan har bir tarimiz, qilgan sadiqimiz, hatto o'qigan namozimiz, ro'zamiz qabrda bizning atrofimizning hammasi o'lishib, sepil kabi bizni qo'g'daydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom buni hadisdan ayt uchiq shaklda innal mayta idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Bir mayt, bir jasad qabrga qo'yib bo'lib kishilar keyniga yongan vaqtida uning ruhiy jismiga qaytiriladi. Qabrning qishini ketgan kishilarning oyoq tevishini anglaydi. Ya'ni u boshqa bir hayotda shu qabrning atrofidan ketayotgan kishilarning oyoq tevishini anglaydi. Fa in kana mu'minan, agar mu'min bo'lsa, kanatis salatu 'inda ra'sihi. Namozi uning beshiga kelib turadi deydi. Va kana siyamu an yaminihi, ro'si uning o'ng tarafiga keladi. Va kanatiz zakatu an shimalihi, zakat uning so'l tarafiga keladi. Va kana fi'lul khayrati min as-sadaqati was-silati wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nas 'inda rijlihi. Undan boshqa qilgan sadiqasi, sili rahmi, ya'ni tuqqandochilik qilgan yaxshiligi, undan boshqa dini uchun turgan badallarning hammasi oyoq tarafiga keladi deydi. Ya'ni qilgan amallari uni bir butun holda qanday qiladi? Qo'rshaydi. Fayu'ta min qibala ra'sihi, ya'ni qabr azobi uni azobliqli kelgan vaqtida fataqulus salat, namoz deydi-ki, ma qibali madkhal, men tarafdan kirish ig'iz yo'q, men tarafdan kirmaysa deydi. Thumma yu'ta an yaminihi, aniki u qabr azobi o'ng tarafidan kelgan vaqtda fayaqulus qiyam ma qibali madkhal, roza men tarafdan kirmaysa deydi. Aniki so'l tarafidan kelgan vaqtda zakatmi deydi-ki, ma qibali madkhal, men tarafdan kirmaysa deydi. Ondan keyin put tarafdan kelgan vaqtida bosh qilgan yaxshiliklarning hammasi men tarafdan kirmaysa deydi. Ya'ni o'qigan namozimizni tatib qilgan har bir yaxshiligimiz qabrda bizni mustahkam qo'rg'on kabi qo'g'daydi. Shuning uchun biz qabr azobidan saqlanaylik deydi ekanmiz. Eng avval Alloh farz qilgan ibodatlarni ondan boshqa qo'limizdan kelgancha qila olgan yaxshiligimizning hammasini qilsak, buni qilgan bu amalimiz bizni qabr azobidan saqlaydi. Ondan keyin qabr azobi bizga har tarafdan kirmagandan keyin u qabrdagi met jannat ishlarini bir ishga ishlab jannatlik o'rniga qarab turadi va uning uchun farishtalar deydi-ki, hada maq'aduka minha. Mana bu sening
senin cennetlik o'rning deydi. O ichida ajoyib bir xushallik his qiladi deydi. Andan keyin oxirat balduroq bo'lsin, qiyomat balduroq bo'lsin. U oxiratdagi mening o'rnimga patroq bosam ekan deydi. Agar namozga sal qarasaqchi, biz Alloh ishimiz deb namoz o'qimasaqchi, telefon o'ynab, kompyuter bilan bo'lib namozga sal qarasaqchi, bu dunyoda o'ynab ketishimiz mumkin. Dadimizga yolg'on aytib o'qidim deyalishimiz mumkin. Va yoki shunda tiz shaklda o'qib o'tib ketishimiz mumkin. Ammo qabrga shunda qo'yilgani hamon ish shu yerda boshlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni Jibril alayhissalom Isroga chiqqan vaqtida barzakh hayotidagi azoblarni, barzakh hayotidagi in'omlarni ko'rsatgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalom bilan barzakh hayotini aylangan vaqtida bir-bir kishilarni ko'rgan. U kishilar beshiga tosh bilan urib mijilgan va kullama raduhat qadi. Beshi mijilgandan keyin azoblanib bo'lgandan keyin yana asliga qaytgan, hech qanday ta'siri qolmagan, ondan keyin yana beshiga urilgan, mushundaq shaklda azoblangan bir turli kishilarni ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomdan: "Ey Jibril, bu kim?" deb so'ragan. Jibril alayhissalom: "Hum qawmun tatafaqalu ru'usuhum anis salatil maktuba." Ular bo'lsa farz namoz o'qish ig'ri kelgan kishilar deydi. Ya'ni beshi farz namoz o'qishni ig'ri kelgan kishilar deydi. Mono o'qiyma, at o'qiyma, o'g'in o'qiyma deb. Va yoki ba'zi o'yin tomosha, boshqa sabablar orqali farz namozlarni kechiktirgan, davomli qazo qilgan va yoki o'qimagan kishilar mana shunda qabrda azoblanadi. Ondan boshqa Alloh taolo mol dunyo berib zakatini bermagan. Bundaq kishilar ham qabr azobida ajoyib azoblarga uchraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalom bilan barzakh hayotni aylangan vaqtida badallari azroq yo'galgan. Ya'ni ala iqbalihim liqa, oldida azroq bir raqba, keyinda azroq bir raqba. Ya'ni kiyimi to'liq emas, ammo odam turib qo'ylarda makruvatgan va tikanlarni, zaqqumlarni yeyotgan bir bo'lak kishilarni ko'rdi. U har bir tikan degan vaqtda, har bir zaqqum degan vaqtda nihoyat azoblangan, shundaq bir turkum kishilarni ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Man haula'i ya Jibril?" Ey Jibril, bu kishilar kimlar deb so'ragan vaqtda Jibril alayhissalom: "Haula'illazina la yu'adduna zakat amwalihim." Ular bo'lsa mening zakatini bermaganlar degan. Va ondan boshqa Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom barzakh olamida o'zining bir tarafidan go'shtlari kesilib, o'zining go'shtini o'zi yeyotgan bir turli kishilarni ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey Jibril, bular kimlar deb so'ragan vaqtda Jibril alayhissalom: "Haula'il hammazun al-lammazun." Ular bo'lsa fitnaxo, tuhmatxo, davomli kishilarga bilmaydigan ishlarni tuhmat qiladigan, fitna qiladigan shundaq kishilar degan. U kishilarga kul kama kunta ta'kul lahma akhi, ya'ni u g'ayvatxo, shundaq kishilarga sen qarindishingning go'shtini yeytding, am o'zingning go'shtini ye deb shundaq deyiladi deydi. Ondan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zininki tirnoqlari misqaylangan, Misrning o'zining badalini shunda tatılab qiynayotgan kishilarni ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bular kim deb so'ragan vaqtida Jibril alayhissalom: "Haula'illazina ya'kuluna luhumun nas va yaqa'una fi a'radihim." Bu kishilar bo'lsa boshqalarningki go'shtini yegan, ya'ni g'ayvatini qilgan, ularning 100 obro'yini to'kkan kishilar deydi. Hech qanday isbot bo'lmagan ahvol ostida uning 100 obro'yi haqida gap qilib, 100 obro'yini to'kkan kishilar deydi. Ondan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir bo'lak kishilarni ko'rgan. Ular bo'lsa nihoyat cho'ng bir bog'lam yog'och utallarning ustiga elib olgan va uning ostidan mijlib ketgan, kuturanmagan shundaq bir bo'lak kishilarni ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ma hada ya Jibril?" Bu kim? Jibril deb so'ragan vaqtida Jibril alayhissalom: "Hadar rajulu min ummatik takunu alayhi amanatun nas." Bu sizning ummatingizdan bo'lgan bir kishi. U kishilarning omonatlarini ustiga oladi, lekin uni ado qilmaydi va ado qilishni xohlamaydi deydi. Ya'ni omonatlarni saqlab qo'ying desa yoki qarz olsa, uni oladi, lekin uni ado qilmaydi ham ado qilishni xohlamaydi. Mana shu kishilar shundaq ig'ir yog'ochning ostida qiynalib azoblanadi deydi. Undan boshqa Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir bo'lak yiringni ichayotgan kishilarni ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom buni nihoyat hayron qilib: "Ey Jibril, bular kimlar?" deb so'ragan vaqtida hum sharibul khamri, ular aroq ichgan kishilar, hayotini zaboyliq bilan o'tkazgan kishilar deb bu haqda xabar bergan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Isroga chiqqan vaqtida barzakh olamida ko'rgan nurg'ulg'an azoblari bor. Buning hammasi nimaga qaytadi desa, haqiqiy mu'min bo'lib yashamaganlar bu bizning qabr azobi qilishimizga sabab bo'ladi. Shu dunyoda haqiqiy mu'min bo'lib yashasak, bizning qabrdagi ahvolimiz yaxshi bo'ladi, qabr azobidan saqlanamiz, oxirat hayotidagi ahvolimiz yaxshi bo'ladi. Bizning qabr azobidan saqlaydigan ishlarning ikkinchisi, hayot vaqtimizda savobi bizga yetib turadigan ishlarni qilib qo'yish. O'lgan vaqtda imtihon oxirlashgan bo'ladi. Hisob kitob orladi. Yaxshilik qilib olish hech qanday fursatimiz bo'lmaydi. Lekin 3 turli ish bor. Shuni qilib qo'ysak, biz o'lsakmi, xuddi shirkat mang'ozib qo'ysak, bizning hisobimizga pul kirib turgandek, o'lgandan keyin bizga savobi kelib turib, qabr azobidan saqlanishimizga sabab bo'lgan ishlar bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom odam o'lgandan keyin uning amri o'zladi. Ya'ni yaxshilik qilish fursati bo'lmaydi, lekin 3 turli ishning savobi unga yetib turadi. Birinchisi sadaqa jariya, ya'ni iqib turadigan sadaqa. Ya'ni ya bir madrasadan birini ichib qo'ydi va yoki Qur'ondan bir vaqf qilib qo'ydi. Ya'ni yo'qolib ketmaydigan, ammo davomli uning ichida bir yaxshilik bo'lib turadigan bir ishni qilib qo'ygan bo'lsa, uning savobi unga yetib turadi deydi. Ikkinchisi ilmun yuntafa'u bih. Ilm o'rgatib qo'ydi. Ilm o'rgandi va uni o'rgatib qo'ydi. U qo'pab, uni shogirdga o'rgatdi. Ya'ni ilm o'rgangan odam boshqalarga uni o'rgatgan bo'lsa, mush shaklda uning savobi yetib turadi. Uchinchisi va valadin solih yad'ula va uning duo qilib turadigan bir solih farzandni bilan tabiylab qo'ygan bo'lsa, uning savobi yetib turadi deydi. Shuning uchun aramizda ota-onamiz qazo qilib ketgan bunday kishilar bo'lsa, ham bu shu balniki solih ekanligining bir alomati ota-onasiga duo qilganligi. Shundaqla ota-onam qabr azobidan saqlansin, himoya qilsin desa, ota-onasiga atab duo qilish, shundaqla ota-onasiga atab bir yaxshilikni, hajni va yoki umrni
va undan boshqa har qanday bir yaxshilikni qilsa, mana bu qilgan yaxshiligi ota-onasiga yetadi. Bu faqat mush 3 ish qilam xos emas. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi va hasanatihi ba'da mawtihi. Bir mu'min o'lgandan keyin uning savobi yetib turadigan ishlarining qatoridan birinchisi o'rgangan, tarqatgan ilmi, mayli yozgan kitib bo'lsin, so'zlagan dars bo'lsin, bu o'lgandan keyin yetib turadi. Ikkinchisi salih bolasi, uchinchisi vaqf qilib qo'ygan Qur'oni. Bu nihoyat oddiy ish bo'ladi. Sizlar qila olasizlar masalan. Birisini dadanglar bergan pulni yig'ib lekinda Qur'onni birini elib uyg'urmaslik qilib qo'ydinglar deyli. Aqallisi shuni bir odam o'qidimi, shuning savobi sizlarga yetib turadi. Chuqum jiq pul tepish shart emas. Jiq pul topgan vaqtda shuni o'chlik qilsizlar. Hozirgi holatlarda dadanglar bergan pulni yig'ib qila oladigan ish. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni kichik sanamay va mushafan warathahu deydi. Qoldirib qo'ygan bir Qur'oni, aw masjidan banahu, sab qo'ygan bir masjidni, bir odam bir masjidni sab qo'ygan bo'lsa, uning ichida o'qilgan Qur'on, uning ichida o'qilgan namozlar, uning ichida o'qilgan tirovihlar, uning ichida o'qilgan janoza namozlari hammasining savobi sab qo'ygan odamga yetib turadi. Aw baytan li ibn sabil banahu, yoki musofirlarga sab qo'ygan bir uy olsin bo'ladi. Aw nahrun ajrahu, o'stan, quduq, har qanday bir uzilib qolmaydigan yaxshilik bizni qabr azobidan saqlaydigan ishlarning birisi. Shunga hozirda niyat qilsanglar, kichik bo'lsanglarmi, shunchaki o'qib bir pul topsam, shu pulni chuqum men savobi uzilmay kelib turgan bir ish qildim deb hozir niyat qilsanglar, Alloh unga chuqum yetkazadi inshaalloh. Uchinchisi, yuqoridagi qabr azobini saqlaydi. Savol so'roqqa uchraydi. Ammo ma uchinchisi qabr azobini emas, savol so'roqqa uchramaydi. Bu kim? Al-murabit. Musulmonlar chegarasini qo'g'dab turgan kishi. Ya'ni ribat turg'uchi, kuzatchilik qilg'uchi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kullul mayti yuhtamu ala amalihi illa al-murabit. Har qanday bir odam o'lsa, amali shuning bilan oxirlashadi illa al-murabit. Ammo ribat turg'uchi, ya'ni musulmonlar chegarasini qo'g'dayotgan kishi, uning amali qiyomatgacha usab turadi deydi va qabrininki savol so'roqlardan amin bo'ladi deydi. To'rtinchisi, inshaalloh bu 4-maqomga bizni yetkazsin. Bu bizni qabr azobidan emas, qabrdagi savol so'roqdan saqlab qoladigan bir ish. Agar biz hozirdan tortib niyat qilsak, samimiy niyat qilsak, Alloh bunga yetkazadi. Agar u fursat bizga kelmay qolsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisi bo'yicha shu holda o'lgan bo'lamiz. U maqsami qaysi? Shahidlik maqomi. Biz uchun shahidlik boshqa qilgan vaqtimi ham sharaflik, ham ulug', nim bilan suhbatlasak suhbatlik bo'ladigan bir maqom.